Mana mantiqastonga suv qo'yib qo'ydim. Qaynab chiqqungacha leskaga sho'ralarni teraman. Yog' surish esingizdan chiqmasin. Agar siz ham shunaqa qilmoqchi bo'lsangiz, hozir yog' surib terib chiqaman. Yog'li bo'ldi. Endi mana bunaqa qilib sho'ralarni terib chiqamiz. Xuddi mantiqani aniq qilgan bo'lsa, misol pishirilsa, shunaqa qilib bu ham pishiriladi. Bu yarmini men bu patnisdagi yarmini ertaga qovurishga qo'yganman. Mana ko'rib turganlaringizdek. Buni sababi, ya'ni nima uchun bunaqa qilganim sababi, dona-dona bo'lib chiqadi. Suyuq ovqat qilasizlar-ku, baribir misol biz sho'rva qilamiz hozir. Anaqa dona-dona bo'lib chiqib, ovqat ichida unaqa ishib ketmaydi. Dona-dona bo'lib chiqadi hozir bu. Sal orasini ochishim kerak ekan, yopishib qolishi mumkin chunki bir-biriga. Manta ham xuddi o'zini shaklini yo'qotmaydi-ku pishirilsa. Tak bu ham shunaqa. Ikkitaga ketsa kerak mantiqasxonni. Shunaqa. Terib chiqasizlar shunaqa. Bir-biriga yopishib qopti. Bu ikkinchi qasqonimni yog'lab olmagan. Bunisini pishirib olaman. Bunisini taxlab qo'yib qo'ydim. Ikkinchi qasqonni ham qo'ydim. Buni og'zini yopib, hozir qaynagan suvimizni ustidan qo'yib qo'yamiz. Suvimiz qaynadi. Mana qo'yib, gazimizni eng balandga qo'yib. Shunaqa pishirib olasizlar qizlarjonlar, ayollar. Mana shuni xuddi manta pishgandek, faqat minutda 20 minutlar pishadi. Chunki unaqa ko'p pishib ketishi kerak emas. O'z vaqtim ham tugab qoldi. Ya'ni videoni menda keyingi videolarimda, ya'ni bundan oldingi yoki keyingi videolarimda buni qanaqa holatda chiqqanini sizlarga ko'rsataman. Obuna bo'linglar. Like bosib qo'yinglar. Rahmat.